Assalomu alaykum. Sizlarga tozada ekan zotlarini, originallarini bitta-bitta ko'rsataman. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Biz Namangan viloyati 3 tumani Jidegabadamiz. O'ynab yutgan xorozlarni, jo'jalari, prime farzandlari haqida ma'lumot beramiz. Ha, o'rtoqlar. Joning sog' bo'lsin. Bu tulaylarimiz hozir turovda ekan, tug'imga kirmabdi. Mana bu kunda toj ekan. Bu necha yoshda hozir? Yoshiga yetdimi, to'g'rimi? Yo'q, yoshiga yetay deb qoldi. O'tganlik kuzgida aytdimi? Bolaga olib keldik. O'shalik 45 millionga sotilgan xo'rozni, radnoy bolasi. Radnoy bolasi. Otasi 45 millionga sotilgan. Bu sotilmaydi bu, ha? Yo'q, bu sotilmaydi. Makiyonlar ham sotilmaydi. Yo'q, bular naslga yuribdi. Avaz aka, oldi qochdi gap emas bu. Misol hali narsasi oldi qochdi gap emas. Misol mashmakiyonlar, misol uncha xo'rozdan qimmat hozir gapsang, ha deb negativ yozar, lekin o'sha $1000, $1200 kirgan makiyonlarda bular sotilmagan, demakki bolalari o'sha o'zini yaxshi ko'rsatganligi uchun o'sha bu qoladi. Xudoning qizlari hozir ko'rsataman birma-bir ko'rishadi, xudo xohlasa. O'sha tushunganlar makiyonlarni ko'rganda zotlarni qanaqaligini bilib turishibdi. Like bosib, padishga qilib turasizlar. Voy joning sog' bo'lsin. Bu it sotilmaydimi, to'g'rimi? Bilmadi, bu qorovulda, mana foylaydi mana shu yo'lda. Buni zoti qanaqa buni? Qirg'iz it-da. Qirg'iz it, ha. Hali yosh ekan-a, juda o'ynoq qilishar ekan. Endi shu yerda mana tulka-pulkalardan ko'ryapsiz, mana ostondan bizniki mana mashinalar, mana shunday shetda salqinda katta qilamiz, nar kattagimizni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Hoy, yurgan 5-6 ta ot yuribdi. Ha. Otlar. Mana shu yer ham siznikimi? Ha, o'zimizniki o'sha. Bunaqa manzarani ko'rganmisizlar? Ularning bir-biridan go'zalligini qarang. Bular aprelskiy zotlar ekan. O'sha 5-6larda. Otalari kamida $2000-$3000 o'ynab sotilgan, $5000-$10000 yutgan. O'shanaqa toza deganlarni qizlari, yigitlari deydi-ku, bu yerda 7-8 ta xo'roz bor ekan, qolgani makiyon ekan. Bular aprelskiy ishqibozlarga sotilaveradi. To'liq video Hoshimov TV, Avaz YouTube kanallariga, Tohirjon o'zlari kanallariga ham qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'tasizlar. Telegram kanalda narx-navolar haqida, pullar haqida kelishaverasizlar. Avaz aka, hali arzon emas desa, "O, palomsimodan YouTube'ga chiqarib qimmat sotib." Yo'q, unda emas. Misol, buni ota-onalari narsalarni shunchalik mehnat qilib ochirish, shu paytga olib kelish o'zi oson emas. O'zi oson emas. Ko'pini hisobi ham bor. Bu 50 metr naridan mashaqqacha foliya qilingan ekan. Har bir deganlarga alohida qilib yoshiga qarab, oyiga qarab, lekin ichkarida yana joylari bu, buni ham bir ko'rib o'tamiz o'rtoqlar. Voy do'stlar, bunisi endi 15-martda chiqqan partiya ekan. Bularda go'zalligini qarang o'rtoqlar. Voy joning sog' bo'lsin. O'rtoqlar, bularning hozir narxlari haqida aytib o'taman. 15-martda chiqqan o'rtoqlar, makiyonlari. Makiyonlar qancha dedingiz? Makiyonlarni aka, endi tortishmaydigan joyda bir 3 milliondan xorozlarni $300 bo'lsa beramiz. O'sha 4 millionlik narsalar bolalari. 1,5 million makiyon bilan chiqqan. O'rtoqlar, ularni ko'ringlar. Tushungan odam bularni o'z bilib turibdi. Narxi ham, pariga, zotiga yarasha, otalari ham shu $4000 ga sotilgan. Hamma liniyasini keltirib beriladi. Qaysi davrada qachon to'y yutganlargacha keltirib beramiz. So'z bo'lishi mumkin emas. Ular aprelda oxirroqda chiqqan, yaqinda chiqqan cho'chaklar ekan o'rtoqlar. Bularni qarang, beshalasi ham bir xil, hammasi xo'roz ekan. Narxlariga kiradigan bo'lsak, $150 dan dastavkalar kelishadi. Aloqaga chiqarasizlar. Yana ham to'liq ma'lumot Telegram kanaliga zudlik bilan o'tib Sotilmaydimi bular? Yo'q, endi oshnomdan. Voy, tomoshaga iltimos qildim, o'zim syomka qildirmayotganlar. Bitta ko'rib qo'yasizlar o'rtoqlar, buni qaranglar. Voy joning sog' bo'lsin. Mashallah deb qo'yasizlar, ko'z tegmasin o'rtoqlar. Voy joning sog' bo'lsin. Mana shularda hamtanasini ko'rsatganlarimiz, poni to'g'rimi? Ha, yoshroqlar. Bular prosta ertaroq chiqqanlari. Endi bular o'ynaysizlar, to'g'rimi? Ha, o'zimiz ham o'ynaymiz, davr. Bularni o'ynab, bo'yinni ko'rsatib, bular endi katta bo'lganda 4000, 5000 shunaqa sotilishi kerak. Shuning uchun hozir sotilmaydi. Tomosha o'rtoq, tomosha qilib ham bitta maza qilib ko'ring. Bularning go'zalligini qarang o'rtoqlar. Voy joningni.